Chunki ular bu olam boyliklarini faqat o'ziga tegishli deb bilishadi va har bir narsa mohiyatiga shu nuqtai nazardan yondashadi. Ular uchun bu olam rohat, farog'at, ayshu ishrat imkoni sanaladi. Ha, qissadan hissa shulkim, mana bu sovuq panjaralar ortida o'tirgan yigitlarning hammasi toshbag'ir va kibrga moyil. Qilayotgan ishining oxir oqibatini o'ylamagan va o'ylashni ham xohlamagan chaslardir. Bo'lmasa qaysi zamonda birovga baxtsizlik keltirib baxtli bo'lganlar bor. Talonchilik va bosqinchilikning jazosi jahannam ekanligini aqli raso odam ham biladi-ku. Ha, odamzodga ko'z ko'rish, quloq eshitish, aql anglash uchun beriladi. O'zining ne xilqat ekanini idrok etish uchun esa fahm farosat ham beriladi. Shunday ekan, tafakkur kerakli joyda, lozim tarzda ishlatilmas ekan, inson uchun bu dunyo armon va afsusdan iborat bo'lib qolaveradi. Men odamlardan xohlardimki, bunaqa yo'lga yurmaslikni, halol mehnat qilib, halol pul topishlikni xohlardim. Bunaqa yo'lga kirmaylar. Hozir men pushaymondaman. Halol yurib, halol pul topsa, baribir yaxshi kunlik yetkazar ekan. Pushaymonman qilgan ishimdan. Bekorchilik ham ajnaqa ishlik boshlaydi. Pushaymonman. Boshqa aytolmaydi, boshqa yo'l kirmayman. Sezmay qoldim, bilmay qoldim. Molla, mana men pushaymonman qilgan ishimdan. Siz bunaqa yo'lga kirmaylar. Mana men butun pushaymon bo'lib o'tiribman aka. Bu ish qilmaylar, yaxshi yuringlar. To'g'ri yo'ldan yuringlar. O'g'illiq kirmaylar. Jinoyat ish qilmaylar. Men bundan afsusdaman. Kimlar bu ishga aralashmaylar, oldin so'raylar. Nima ish qilayotganini oldindan bilish kerak. Bizdan biron gapni kelishani ketaverdim men bilmasdan. Mana o'tiribdi endi. Azobini tortib. Pushaymonman. Bu dunyoda odamzod o'zining kimgadir kerakligini his qilib yashaydi. Shu boisdan har bir inson o'zining mehnatsevarligi, tirishqoqligi, yaratuvchanligi, umuman borlig'ini va boshqalarga kerakligini xolisona, go'zal tarzda, o'z vaqtida e'tirof etilishini chin dildan istaydi. Shu jihatdan olib qaraganda, Respublika Ichki ishlar vazirligi G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlarining mehnatini e'tirof etib, bosqinchilik jinoyatining oldini olishdagi xizmatlarini munosib taqdirladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'i bilan 5 nafar G'uzor tuman ichki ishlar xodimlariga pul mukofoti bilan ta'minlandi. Bo'lim shaxsiy tarkibini jangovar shayligini oshirish, moddiy texnika bilan ta'minlash maqsadida vazirlik tomonidan 2 dona yengil avtomashina bilan ta'minlandi. Ha, e'tirof u e'zoz. Aslida el yurt osoyishtaligi yo'lida xizmat qilayotgan ma'muriy organ xodimlari mukofot va rag'bat uchun ishlamaydi. Ular qasamyodiga sodiq turib, yurtimizda qonun ustuvorligini ta'minlash uchun tunu kun sergak va hushyor xizmat qilaveradi. Toki jamiyatda ko'nglini shaytoniy hislar egallagan shaxslar bor ekan, xizmat xodimlari orom nimaligini bilmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tuman sudi tomonidan Yo'ldoshboyev Bekzod va boshqalarni ayblash haqidagi jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Tuman sudining 2016-yil 9-iyun kunidagi hukmiga asosan Yo'ldoshboyev Bekzod O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 25-moddasi orqali 164-moddasi 4-qismining A va bandlari bilan aybli topilib, unga 17 yil muddatga, xuddi shuningdek uyushgan guruhning faol a'zosi Abduvaliyev Bekzodga 16 yil muddatga, Akramov Alisher, Eshmirzayev Sherzodlarga 15 yil muddatga, Gulaganov Doniyor, Nishonaliyev Furqat, Nishonaliyev Abdurashid, Jahborov Shohruh, Yo'ldoshev Otabek va Normahamadov Sanjarlarga 15 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Xuddi shuningdek, mazkur jinoyat haqida aniq bilgan holda tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bermaganligi uchun Umirov Akram O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 241-moddasining 1-qismi bilan aybli topilib, 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jinoyat va jazo. Xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi ko'rsatuvimizda hikoya qilingan jinoyat tafsilotlarini aqlga sig'dirish qiyin. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Niyozboshi qishloq fuqarolar yig'ini hududida yashaydigan 10 nafar norg'ul yigitlarning ota-onasi, qarindosh urug'lari bormi? Qani mahalla faollari? Qani el kayvonilari? Axir biz qaysi zamonda yashayapmiz? Jinoyatga jazo muqarrarligi hammaga ayon-ku. Bekzod Yo'ldoshboyevga o'xshagan ko'rnamakka ergashgan yigitlar hayot ostonasida o'z yo'lini topmay turib, el va ulusning yuzini yerga qaratib, uzoq muddatga qamalib ketdi. Afsus. Ming afsus. Ularni o'quvsizlik va savodsizlik shu qo'yga soldi. Ularni o'z nafslari tubsiz jarga yetaklab ketdi. Ogoh bo'ling odamlar.